Assalomu hurmatli Mustang jamoasining obunachilari, bugun 23-mart 2025-yil Tojikiston Ashxobodidan klientlarimiz kelishgan. O'zlari mana apparatni xavfsizligi. Aka, kamera otashingiz. Solayotgan narsa sindi, yamini ochib oling. Bo'ladi. Aka, ana ko'pchilik videoda aytadi, Tojikistonlik emas deyshadi mana. Tojikiston qayerdansiz? Ashxobod. Nima ekan? Fikringiz qanaqa? Qo'l tiqdingizmi? Fikr yo'q. Tortishlari ham hamma jihatlari yaxshi ekan. Ma'qul bo'ldi bizga. Ma'qul. Qo'qonda magazinlarda ko'p joylarda ko'rib keldik. Ichlaridagi tishlari ham bunaqa emas ekan. Ularga nimadir bilan bosish kerak ekan. Qo'l bilan ita turish kerak a? O'zi tortib ketar ekan. O'zi tortib ketadi. Ma'qulmi shu Drabilka? Endi obunachilarimizga ishonmaganlar uchun ham yana bir marta ko'rsatamiz. Mana. Tojikistonliklar Opel minadi asosan mana. Tojikistondan kelishdi. Nomerlari ham mashina nomeri o'zi. Tojikistonliklar o'zi Opel minadi. Eng yaxshi ko'rgan mashinasi Opel. Akalar, sog' bo'linglar, ishonch hosil qildilar-a? Akalarimiz hozir zakaz qilib ketishyaptilar. Kimga shunaqa Drabilkalar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazanchidamiz. Mana shu yerda jarayonlar ketyapti mana. Nomerlarimiz o'sha. Faqat e'tibor beringlar, Mustang korxonasining ikkita nomeri bor. Bizdan bizni nomimiz ish qilib turganlar ham mahaviyli Drabilka yasayapti. Bizda mahaviysiz Drabilkalar ishlab chiqariladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.